Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Mustafa Gaming. Bugun 50 millik, 100 millik va 200 millik akkauntlarda obzorini qilamiz. Va birinchi akkauntga o'tamiz. 1, 2, 3. Do'stlar, mana bu birinchi akkauntimiz 50 millik akkauntdan boshlaymiz. Bunaqa narsalari bor ekan, shlemlardan bitta narsa bor ekan. Mifik boshi ham qizil boylag'ich bor ekan. Tepa setlarga keladigan bo'lsak, normalniy kiyim yo'q ekan. Judayam qo'y setlar bor ekan, lekin mana pastga keladigan bo'lsak, manaqa ishtonlari bor ekan. Oyoq kiyim qiziq emas bilaman. 416 ga manaqa skillar bor ekan. Manaqa skillar bor ekan. 24 ga bitta bor ekan. Manaqa MG ga bor ekan. Macheta bilan tovaga ham bor ekan. UAZga bitta skin bor ekan. Bagiga bitta skin bor ekan. Qo'yanlarda yo'q ekan. Emotsiyalarga keladigan bo'lsak, manaqa emotsiyadan tashqari bu emotsiyalari bor ekan. Manaqa emotsiyadan tashqari parashutlarga keladigan bo'lsak, Venomda parashuti bor ekan. Manaqa bor ekan. Bizga qiziq granata, manaqa granata. Molotov kokteyllar ham bor ekan. Bular qiziq emas. Invertorga kelsak, bitta kristali bor ekan, bitta ID'si bor ekan. Akkaunt 1 yildan beri o'ynalar ekan. Akkauntda normal narsalar bor ekan. Va ikkinchi akkauntga o'tamiz. 50 millik akkauntdan 100 millik akkauntga o'tamiz. Qarabsizki, 100 millik akkauntda turibdi. 100 millik akkaunt ekan. Egasi o'zi aytdi. Manaqa kiyimlari bor ekan. Kaskalari bor ekan. Manaqa yuziga olinadigan kas. Ashbat yuziga olinadi. Shunaqa kaskalari bor ekan. Tekinga tushirgan ekan. Manaqa bosh kiyimlari bor ekan. Redki. 3 ta ko'z oynak bor ekan manaqadan. Qizil lenta bormi? Yo'q ekan qizil lenta. Afsuski, mana qora bor ekan. Bu ham redki, lekin bir marta qaytib keldi. Tepa setlardan TDM'shik kiyim bor ekan. Manaqa ryukzakka 5 ta skin bor ekan. Keyin past kiyimlarda normalniy yo'q, oyoq kiyimlarda bunaqa bor ekan. Bunaqa arzular bor ekan. M24 karakka bor ekan. Bunaqa o'zi beradigan bor ekan. Manaqalarga skillar bor ekan. Mana Uziga bor ekan, Yumpiga bor ekan 3 ta. Thompsonga kuchaytiradigan bor ekan. Hozir ko'ramiz uni ham. Manaqalar bor ekan. Bitta Bestga 2 ta skini bor ekan. Mana ular oddiy. 2 ta skin bor ekan to'g'riga. Moshtalarga o'tsak, moshtalarda skin yo'q o'zda. Bagida bitta skin bor ekan. Emotsiyalarga o'tsak, emotsiyalarda manaqa emotsiyalari bor ekan. Manaqa redki emotsiyalar bor ekan. 100 ming shuni manaqa emotsiyalar bor ekan. 100 mingga arziydi shekilli do'stlar. Manaqa bor ekan. Manaqasi bor ekan. Manaqa ham bushimiz bor. Shu bor ekan. Granatalarga kelsak, granata 3 ta, Dimavoyga 7 ta skin bor ekan. Bitta skin, bunga 2 ta skin bor ekan Molotovga. Manaqa chiqib kelish bor ekan. Keyin bular qiziq emas do'stlar, sizlarga bilaman. Mayli. Men Anna ochilgan ekan, Vector ochilgan ekan, Lorenzo ochilgan ekan. Boshqa akkauntga kelsak, akkaunt level 69.
Bunaqa narsalari bor ekan. Endi kuchaytiradigan ko'rsak, kuchaytiriladigan bitta bor ekan. 2 qilingan ekan. Bitta material olgandan keyin 3 qilsa bo'ladi. Bitta shu bor ekan. Keyin bo'ldi. Keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkauntga keladigan bo'lsak, keyingi akkauntimiz normalniy akkaunt ekan. Вторжение maskasi, вторжение full ekan. Ikkinchi sezonni kiyimi bor ekan. 200 ming, 250 ming dedi. 200 mingga beraman obunachilaringiz dedi. Manaqa kiyimlari bor ekan. Manaqa yuziga 100 olganda beradigan kiyim bor ekan. Bir setada kaskasi bor ekan. Birinchi sezonda manaqa gulchambar bor ekan. Tdmset qilib o'ynaydigan akkaunt ekan. Manaqa maskasi bor ekan. Tepa setlarga manaqa kiyimlari bor ekan. Tdmset qilib o'ynagan manaqa ruh kiyimi bor ekan. Bu ham qiziq sumka, Mifixski sumkasi bor ekan. Pastlarga kelsak, pastlarda ham normalniy narsalar bor ekan. Tdmset qilib o'ynaydigan. Oyoq kiyimlarda ikkinchi sezonda oyoq kiyimi bor ekan. Qurollarga o'tsak, akamga manaqa skillari bor ekan. Manaqa farmasga kuchaytirilgan skini bor ekan. Kerak M24 5 ta skin bor. AVMga bitta, manaqaga ikkita, Amerga bitta bor ekan. SKS ikkita, bunda bitta. Minida ham kuchaytirilgan orujasi bor ekan. Full ekan Yumpi. Bu ham full ekan. Manaqa skillari bor ekan. Base bor ekan, kuchaytiriladigan. Manaqa skillari bor ekan. Tovaga ham kuchaytiriladigan skin bor ekan. Tovaga ikkita bor ekan kuchaytiriladigan. Buni ustaxonasiga o'tib berdi, nimalari bor. Bu 2 ekan, bu ham 2 ekan. Full. 1 3 bu ham 1 ekan. Keyin mashinalarga o'tsak, ovozga bitta manaqa skini bor ekan. Sedanga mana yangi chiqqan bor ekan. Mototsiklga ham bor ekan. Monga 2 ta skin, bagiga 4 ta skin bor ekan. Qayiqqa ham bitta skin bor ekan. Boshqalarga kelsak, boshqalarga ham bitta skin bor ekan. Do'stlar, manaqa emotsiyalari bor ekan. Manaqa Dragon Ball emotsiyalari. Manaqa parashyuti bor ekan. Samolyotga keladigan bo'lsak, manaqa samolyotlari bor ekan. Granataga skin bor ekan. Manaqa skinlari bor ekan. Inverterga kelsak, inverterda normalniy narsalar bor ekan. Inverterda 6 ta kichkina materiali bor ekan. 2 yildan beri o'ynalayotgan akkaunt 65 uровень ekan. Manaqa narsalari bor ekan. Nechta Mifixski bor ekan. Mifixski esa 25 ta Mifixski kiyimi bor ekan. Qarabsizki, videomiz tugadi. Bu oxirgi akkaunt edi. 200 minglik akkaunt. 200 mingga arziydimi? Kommentga yozib yuborasizlar. Bo'pti, sizlar bilan Mustafa Gaming bo'ldi. Mustafa PUBG. Bo'pti do'stlar. Ko'rishguncha.